2024-yil meni hayotimda sinish davri bo'ldi. Qo'pol qilib aytganda, hamma narsa qarsilab sindi. 2024-yilda men o'sha qizimga homilador bo'ldim va homiladorligimni, ayniqsa 3 ta farzandimni faqat ishlab, qiynalib o'tkazganligim uchun o'zimga dekret berishga qaror qildim va homiladorlikni 3-4 oylarida ofisni tugatib, ishimni tugatib, arendani topshirib, hamma narsani uyda o'tirishga qaror qildim. Va bu menga juda ham qattiq ta'sir qildi, chunki hech qachon hali karyeramda bunaqasi bo'lmagan edi, chunki 3 ta bolani ham yurib tug'ganman. Va o'sha paytda men tanlashim kerak edi, yoki oilani yoki yana ishimda davom etishimni. Bilasizmi, men ayni paytda, o'sha paytda uyda o'tirishni tanlaganim, lekin meni hayotimda juda ham katta o'sishni berdi. Chunki o'sha yili meni hayotimda ikkinchi raqam главный rolda edi, asosiy rolda edi va 2 raqami bu oila va oila bilan hamjihatlik yili edi. Endi sizga tushuntirib beradigan bo'lsam, har bitta insonning hayotida har yili 9 ta sikl aylanadi. Ya'ni masalan, sezon ham, fasllar ham sikl bo'ladi. Bahor keladi, orqasidan yoz keladi, kuz keladi, qish keladi, yana bahor keladi, ya'ni aylanamiz. Yana kuz keladi, yana yoz, qish va xuddi shunaqa davom etaveradi. Yoki oylarimiz yanvardan aylanib dekabrga kelamiz, yana yanvardan aylanib dekabrga kelamiz. Xuddi shunaqa inson hayotida sikl жизни bo'ladi, ya'ni hayotini aylanishi bo'ladi va bu 9 yilga bo'linadi. Demak, birinchi yil va 9 taga aylanib kelamiz, yana birinchi yil va 9 taga aylanib kelamiz. Ya'ni raqamlar bilan ishlaganda bekorga aytilmagan, bu yil seni hayotingning raqami hayotingning qanaqa bo'lishini hal qiladi. Ya'ni agar sen o'shanga e'tibor beradigan bo'lsang, hayotingda ko'p narsa o'zgaradi deb aytiladi. Ya'ni men o'sha paytda raqamlarni chuqur o'rganishni boshladim va tushundimki, bu yil meni hayotimda 2 raqam va men ko'proq e'tiborimni oilamga qaratishim kerak. Va men dekretga chiqib, uyda o'tirishni boshladim. Uyda o'tirganimdan keyin erim bilan tanishishni boshladim. Munosabatlarim yana ham yaqinlashdi va xizmat safarlari ko'payganligi tufayli ular ham ko'proq uyda o'tirishni boshladilar, uyda ishlashni boshladilar. Biz juda ham yaqindan bir-birimizni tushundik, qo'llab-quvvatladik, har xil voqealar bo'ldi, lekin biz hamjihatligimiz yana ham kuchaydi. Va farzandlarim bilan tanishdim. Uyda o'tirganimdan keyin men ertalabdan kechgacha ularni ko'rishni, ular bilan gaplashishni boshladim va men ular bilan yana ham yaqinlashdim. Eng qizig'i, onam bilan munosabatlarim juda ham og'riqli edi va o'sha paytda men onam bilan juda ham yaxshi munosabatlarga kelishdim. Albatta, boshqa qarindosh urug'larim bilan ham munosabatlarim juda ham yaxshilandi. Va eng qizig'i, men endi ishlay olmayman, endi pul topa olmayman, uyda o'tirib qoldim-ku deb o'ylagandim, lekin afsuski, ishlagan vaqtimda qila olmagan rekordimni qildim. Ya'ni, ikkinchi raqam ostida bo'lgan davringizda siz ko'proq mehringizni oilangizga bersangiz, karyerangiz ham o'z-o'zidan rivojlanib ketadi. Agar tanlov bo'lganda yo ishni, uyni tanlash kerak bo'lganda siz ishni tanlaydigan bo'lsangiz, qaytanga oilangizda ham ishda ham ko'p narsa buzilib ketadi va bunda raqamlarning qanchalik muhimligini men anglab yetdim. Endi keyingi yil 3-yilda bu kengayish yili edi menda, ya'ni masshtab yili edi, kengayish yili edi. Men o'ylab ko'rdim, o'zi shundoq ham hamma narsam joyida bo'lsa, endi nima bo'ladi deb o'yladim va aprel oyida, ya'ni 4-oyda, men tug'ilgan kunim 5-oyda. Har yil tug'ilgan kunimda aktivatsiya bo'ladi, ya'ni meni yillik raqamim. Men o'yladimki, ha, endi qani nima bo'lar ekan? Aprel oyida o'zim zerikkanimdan bitta o'zim chiqib ofis oldim, ofisda ishlashni boshladim. Ofis uyimning tagida edi, kichkinagina joy edi. Keyin birdaniga qizlar ko'payib ketishni boshladik. 2 oyda, 3 oyda katta komandaga aylandik. Bitta ofis yetmay qoldi, 2 ta ofis oldik. Va biz 20-30 kishiga aylandik. Undan keyin yana ham katta joyda, juda ham bir chiroyli, prestijniy joyda 16-etajda men ofis snimat qilib, mazza qilib, ko'pgina komanda bilan, katta komanda bilan ishlashni boshladim. Mana sizga masshtab. Eng zo'r joyi esa men bir umrlik orzu qilgan narsa amalga oshdi. Ya'ni menga erim eng zo'r joydan, shaharning eng zo'r boy nuqtasidan 320 kvadrat ofisni, ya'ni ves bitta etajdan sotib olib berdilar. Hozir remont ketyapti. Xudo xolasa tez vaqt ichida sizlar o'sha ofisimga borasizlar.
va bildimki haqiqatdan masshtab, haqiqatdan kattalashish hamma joyda ketdi. Ya'ni oilamda ham kattalashdik, yangi kvartira sotib oldik. Oldin kvartiramiz 100 kvadrat bo'lsa, 200 kvadratli kvartiraga biz ko'chdik. Ishimda katta rivojlanish bo'ldi, komandamda rivojlanish bo'ldi, dohodimda rivojlanish bo'ldi. Hamma joyda o'sish, kengayish bo'ldi. Men haqiqatdan tan berdim raqamlarni kuchiga. Albatta juda ham ko'pchilik insonlar raqamlarning kuchini his qilmaydi, lekin bizning hayotimiz, butun hayotimiz raqamlardan iborat. Agar e'tibor beradigan bo'lsanglar, kompyuter ham hamma narsa raqamlardan iborat. E'tibor bergan bo'lsanglar, faqatgina kompyuterda hamma qilinadigan programmalar 0 va 1 sistemasidan iborat. Hamma narsa 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlar orqali, ya'ni 10 ta raqam orqali hal qilinadi. Va 0 va 1 juda ham kuchli sonlar hisoblanadi. Endi keyingi yilim, mana boshlangan 2026-yilim, Xudo xohlasa 4-raqam davom etadi. 4-raqamda men fundament qo'yaman, ya'ni o'zagimni yerga yana ham kuchliroq qoplayman. Bu degani men yana ham kattaroq uylar olishim mumkin va undan kattaroq ofislar olishim mumkin. Undan kattaroq narsalarni, o'zimga ko'chmas mulklarni olib, yerga yana ham mustahkamlashaman. Agar kimgadir shu narsalar qiziq bo'lsa, men aytmoqchimanki, bu razbor juda ham kuchli razbor hisoblanadi. Men sizga hozir yillik razbor haqida gapirdim va men alohida inson, har bitta insonni raqamlari haqida gapirib o'tmoqchiman. Hozirgi holatni ko'rib turganingizdek, men o'zimni realizatsiya qilgan ayolman. Ya'ni karyeram joyida, oilamda munosabatlarim joyida, farzandlarim joyida, sog'ligim joyida. Ya'ni pullarim hammasi joyida va nima uchun menda hozir hammasi shunaqa idealni ketyapti? Sabab men o'zimni hamma raqamlarimni realizatsiya qilgan insonman. Menda asosiy raqamlar 7, 5, 9, 3 hisoblanadi. Ya'ni 7 bo'yicha men sayohatga chiqishim kerak. Qancha sayohatga ko'p chiqsam, shunchalik ko'p pulim bo'ladi, shunchalik ko'p energiyam bo'ladi. Lekin juda ham ko'pchilik 7lar arzimagan 2-3 millionga siqilib ishlashyapti, chunki ularga sayohatga chiqqan desa, ular qo'rqishadi, pulim ketib qoladi deb. Lekin aslida ular sayohatga chiqsa, undan-da kattaroq rivojlanish mumkinligiga aqli yetmaydi va energiyasi, kuchi yetmaydi. Ikkinchisi 5, ya'ni men ustozman. 5li o'zi tug'ma ustoz, ruhiy ustoz bo'ladi. Ya'ni men ustozman, ustozligimni qilaman, insonlarga dars beraman. Ularni o'rgataman, o'qitaman va o'rgatganim, o'qitganim sayin meni finansiy holatim yaxshilanib boraveradi. Chunki insonga pul o'z-o'zidan kelmaydi. Insonga pul qachonki o'z missiyasini to'g'ri bajarganda keladi. Ya'ni men o'zimni raqamlarim bo'yicha o'z missiyamni to'g'ri bajaryapman. Keyingisi 9. 9 soni hayotda juda ham kuchli son hisoblanadi. 9 soni ostida tug'ilgan insonlar donishmandlar, tug'ma donishmandlar hisoblanadi va ular hamma narsani his qiladi. Eng ko'p holatlarda ulardan yaxshi tabiblar, yaxshi vrachlar, yaxshi psixologlar, yaxshi ezoteriklar chiqadi. Men esa insonlarni davolayman ham, psixologiya bo'yicha ham o'qitaman, ularga ustozlik qilaman, o'zimga berilgan bilimlarni hammasini yonimdagi insonlar bilan bo'lishaman va bo'lishganim sayin meni sog'ligim yaxshilanadi, pulim ko'payadi va hayotim yaxshilanib boraveradi. Keyingi raqamim esa 3. 3 raqami bo'yicha men har doim ayollik energiyasini balansda ushlashim kerak. Ayollik energiyasi oshib ham ketish kerak emas, kamayib ham ketish kerak emas. Men qachonki o'zimni unutib erkakning mas'uliyatini yelkamga olishni boshlasam, unda qattiq muammolar kelishni boshlaydi. Sog'ligimga, pulimga, hayotimga, munosabatlarda muammolar kelishni boshlaydi. Aynan shu hammasini balansda ushlaganim uchun, hammasini plyus minusigacha bilganim uchun menda hamma narsa juda ham zo'r ketyapti. Lekin afsuski, xuddi men bilan bir xil kunda, bir xil oyda, bir xil yilda tug'ilgan insonlarning hayotida bunaqa rivojlanish, o'zgarish yo'q. Nima uchun? Chunki ular o'zini qo'llaridan nima ishlar kelishligini, ular o'zini qanday qilib minus holatdan plyus holatga o'tkazish kerakligini bilmaydi. Aynan men hozirgi Renaissance Pro kursimda aynan mana shu muammolarga yechim beraman. Ya'ni Renaissance Pro'ni Gold tarifida har biringiz bilan alohida numerologiya bo'yicha
razbor bo'ladi. Ya'ni sizni tug'ilgan yilingiz qanaqa sizga plyuslar beradi, qanaqa qilib siz minusdan plyus energiyaga o'tishingiz mumkin yoki siz tug'ilgan kuningiz bo'yicha, tug'ilgan yilingiz bo'yicha, sizni asosiy raqamlaringiz bo'yicha sizni missiyangiz nima, hammasini biz Renaissance Pro'ni Gold tarifida beramiz. Shuning uchun agar sizga bu informatsiyalar qiziq bo'lsa, agar siz hayotingizni qaytadan ko'rib chiqmoqchi bo'lsangiz, har bitta sahifani chiroyli yashashni, menga o'xshab har bitta kuningizdan, yilingizdan rozi bo'lib xayrlashishni xohlasangiz, unda albatta bu razbor siz uchun kerak. Va bu razborni $500 bo'ladigan razborni umuman tekinga olaman desangiz, albatta Renaissance Pro'ni Gold tarifiga yozilishingiz kerak. Kutaman har biringlarni, chunki har bir insonni ichida bir kashf etilmagan o'zgacha dunyo turadi. Qachonki o'z dunyoyingizni kashf etsangizgina siz baxtli bo'la olasiz. O'zingizni tanimagunizcha, o'zingizni kashf etmagunizcha siz hech qachon baxtli bo'la olmaysiz. Renaissance kursimizga yozilish uchun ссылкani mana shu videoning tagida описаниеda qoldiraman. Albatta описание orqali o'tib bizga zaявка qoldiring, ismingiz va telefon raqamingizni to'liq yozib qoldiring va siz bilan menejerlarim bog'lanib to'liq ma'lumot berishadi. Albatta siz agar mana shu zaявкani qoldiradigan bo'lsangiz, hayotingizdagi eng to'g'ri qarorni qabul qilgan bo'lasiz. Chunki bunaqa imkoniyat sizga именно men tarafimdan boshqa berilmaydi.